Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamd olamlarning Rabbi Allohga kim? Ar-Rahmanir Rahim. U mehribon, rahimli. Maliki yawmiddin. Va jazo va mukofot kunining egasidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz. Ihdinas siratal mustaqim. Bizni shunday to'g'ri yo'lga yo'llaginki, Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. u sen in'om etgan zotlarning yo'li bo'lsin, g'azabga uchragan va adashganlarning emas.